Toshloq tumanidagi nechinchi bog'cha edi? 11-bog'cha. Oxirgi marta qachon mukammal ta'mirlangan? 2014-yili. 10 yil bo'pti-da. O'zi 175 o'rinli. 175. Hozir 300 ta bola bor. Mahmud svetini beribdi. Ko'rsating. Bu elektr shkotxonamiz 3 oydan beri to'g'risi uchuvchigimiz ishlamayapti. Svetimiz yonaveradi. Uni mahalla kelib, nima mahallaga yangi nima qo'yilganligi uchun bizniki o'shandan keyin uchuvchimiz ishlamay qoldi. Hozir tok qanday aylanyapti? Uchuvchisiz ishlayveradi. Hozir sho'chisiz ishlayapsizlar. Hozir necha kun bo'ldi sho'chisiz? 3 oy bo'ldi. 3 oy? Mahallaga chiqdik. Elektrosix o'zi kelib ko'rdi. Hashamlik bilan kelishdi. Bu o'zlaringni nima bahonalaring dedi. Sho'chisiz 3 oydan buyon bog'chada. O'zimiz elektriset da'vat qilib berib turibmiz. Qarang, gaz balon bormi? Gaz balon bor, nima kelgan yo'q hali. Nimaga berib bordik? Qancha berdingiz? Saydaxon. 15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi. Nima deyishyapti gaz? Gaz yo'q. Shuning uchun mana o'choqni o'choq qiladi. O'choqlarda qilinib o'tin bilan. Mahallaga ham 3 oy bo'ldi, kelgan yo'q. 3 oydan beri. 3 oydan buyon gaz balon yo'q. 3 oydan beri. Nima deyishyapti? Endi xalq aql nima qilgan yo'q deydi. O'tinda mana. O'tinda. Gazni nimaga ishlatasizlar? Gazni choy. Choy kamchilikka. O'tinni Choyda hatto botimiz bor. Boshda qaynatamiz bunda. Baksa? Deguncha bot bor. Toshloq tumani So'filar mahallasi. So'filar mahallasidagi nechinchi bog'cha? 25-chi. 25-chi. Nechinchi yil qurilgan bu binolar? 1984-yil. Loyiha quvvati qancha? 175 ga, lekin hozir yangi loyihamiz bo'yicha 200 ta. Hozirmi? O'sha 210 ta. Biz bu ovqat qiladigan joyimiz. Qolgan joylarimizni ham aylanib ko'ringlar. Mana bolalar besetkada o'tirishibdi. Besetkalar ham voy kunlari tomlari tushib ketgan, 2 marta, 3 martalab qoqishdi. Hozir qo'rqyapmiz o'sha bolalarni o'ynashiga. Yana tushib ketmasadi. Xonalarimizni ham ko'ringlar, atroflarimizni ko'ringlar. Hamma keladi, ketadi, hech qanaqangi gap so'z yo'q, o'zgarish ham yo'q. Mana shunaqa qilib ishlayapmiz. Qishda yozim bir xilda shu ahvolda o'tin toshib, O'tinni qayerdan qilasizlar? o'tinni endi o'zimiz pulga olamiz, olib berishadi. Uydan ham olib kelamiz. Sharoitimiz shu qishda ham qiyin bo'ladi. Ishonishmasa kelib ko'rsin mana sharoitlarimizni. Biz bunaqa bo'rtirib gapirayotganimiz yo'q. Kelib ko'zlari bilan ko'rsin. Bolalarni qana sharoitda katta bo'layotganini ko'rsin. Qana ovqatlanishayotganini ko'rsin. Ham yotoq qoldi. Hozir Sanuzil. lekin ishlamaydi mana. Mana shunday Suv yo'q. Suv yo'q. Kanalizatsiya tagidagini o'nab ilojini qilsa bo'larmikin? Qarang mana oddiy mana tunuka qachondan beri almashmagani, shipirni o'zi mana chirib ketgan, ottoda kuyib ketgan. O'sha suv pastga oqadi, ana tushadi. Ayvonchamiz hali ahvolida. Sharoitimiz shu endi. Zamini chiroyli bog'chalarda, chiroyli sharoitda ishlashni xohlaymiz.